Tartivelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurahim. Birinchi bölüm. 28 qism. İhbar bu yerga kelayotgan shu minutlarda Nurshad bilan Yulduz yotoqqa kirib, ish boshlashdan burun Yulduz Nurshadga o'zining yana bir taklifini o'tirg'a qo'ygan edi. Nurshad Yulduzning o'ziga bergan bu qatimqi vazifasini o'rindayamaydiganligini aytib, chaqirib oldi. Yo'q, men hargiz unda qilmayman. Sana erishman deb sherin tushlarning ichidan chiqamay tursam, ihbarni so'rab olgin deganing nimasi? Ihbarni so'rab olsam, sen bilan qanday to'y qila olayman? Hey, kallasi balyotqida qisilib cho'ga yo'q qolgan sarang. Avval gapimni to'liq anglab boqamding ya. Meni xotinlik elishing xeyli tezki to'xtaydigandek qildi juma. Dadam menga sen Arslonga yotliq bo'lasan deb ching tur bo'lib atdi. Arslonning ko'nglida ish bor ba. Sen uningdan ishbarni tatib olib, oqidan u meni xotinlik olaman deb yurganda uningdan menimi tatib olsang yaxshi emasmi? Sening uning bilan xo'shing yo'qligini obdan bilaman. Ishbar bilan uzoq o'y tutib o'ltirmasangmi bo'ladi? Navoda o'y tutib qolatdim desang, o'mi mayli. Sening barliq chiqimlaringni mana men beraman. Meni seg'inganda, aytla desang, oldinga unib bo'laman emasmi? Agar taklifimga qo'shilsang, ko'tinga mashina, o'ltirdiganga uy, xajlaydiganga pul beraman. Navoda qo'shilmasang, atil ishdan to'xtab nega vasang bag'ma? İkisidan birini tez tanla. Ishbarni tanlab boylikqa erishgan bormi yoki mening kaynimdan so'kildab yurib, faqat ishga havsingni qondirgan bormi? Meningcha sen uncha dot emas. Shunga yaxshi o'ylashib, tez javob ber. Nurshad Yulduzning o'tirg'a qo'ygan ishki tanlashini kallasidan chaqmoq tezligida o'tkazishga boshladi. Yulduzning ko'yida yursa, uningga erishishning haqiqatan taslikini biladi. Navoda Yulduzning deganidek ihbarni so'rab berib, uning bilan to'y qilsa, hech bo'lmasa Yulduz tarafdan turmushi kapolatga ega bo'ladi. Uning shirkatdagi bu xizmatidan, shundaqla Yulduzdan iborat bu oltin tilla to'kiladigan daraxtdan ayrilib qolg'usi bo'lmag'achqa, darhol o'zining qarorini berdi. Ma'qul, sening deganingdek bo'lsa, men ihbarni xotinlikqa olay. Navoda sen fikrini o'zgartib, va'dangni turmoqdek bo'lsang, men sening barliq ishlaringni, shundaqla men orqali ihbar bilan Arslonni ayirayotganligingni, ham sening Arslan bilan hech qanday munosabatingning yo'qligini ihbar deyman. Qaras, men uydagilarni boshlab qiz so'rg'ili boraman. Biroq ihbar qo'shilmasicha, u chog'da qanday qilamiz? Voy, sen uningdan ansirmasangmi bo'ladi? Bizning uyda ihbarning degani hisob emas, balki onamning degani hisob. Uningda xotirjam bo'g'ina? Men mush yerdan chiqqancha udul onamning yeniga berib, uni qoyil qilib, ishni o'zim jo'ndayman. Qandaq? Nurshad Yulduzning so'zlarini anglagandan keyin qiz so'rab borganda apradigan so'g'i salom, shundaqla uzuk degandek narsalarni oladiganga o'zining puli yo'qligini dedi. Yulduz bu yerda vaqt o'tkazmay, hozirning o'zida mehmonxonadan chiqib, o'zi doim berib, narsa kerak setib oladigan kiyim setish maxsus do'koniga berib, shulardagi kart surtish apparatida dadasining inovatli kartasidan pul chiqarib beradiganligini deb, vaqt oltindan qimmat degunicha Nurshadni orqasiga selib yotoqdan chiqdi. Ularning yotoqdan chiqqan vaqtida ihbarning mehmonxonaga kirgan vaqtiga udul kelgan edi. U ikkisi lift saqlab, liftdan tushib chiqib bo'lmaganiga ta'xir qilib bo'lmay, palampay orqali tushish uchun mangan edi. Ular palampaydan tushib ketdi. Ihbar bo'lsa, lift orqali ustiga chiqqan bo'lib, Arslanning qisqa uchir qilib avatgan yotoqning numerini izlab, baya Yulduz bilan Nurshad chiqib ketgan yotoqning oldiga keldi. Yotoq eshigi ochiq turadi. U hargiz undaq bo'lmasin deb, ichiga astag'ini kirib, odam yo'qligini ko'rdi. Karvat ustiga selingan oppoq yotqanmi, qilchi buzilmagan bo'lib, u bularni ko'rib, Arslanni o'zini oldi deb o'ylab, undan yana bir qatim nafratlandi. Arslan mashinada ihbarning xabarini saqlag'ach, telefonga qarab o'ltirgan bo'lib, Yulduz bilan Nurshadning mehmonxonadan chiqib ketganligini ko'rmadi. Ihbar yotoqning eshik oldida zo'ngziyib o'ltirib, bir hazo yig'ladi. Ondan Arslanning telefon nomerini qora tizimlikka kirgizib qo'yib, mehmonxonadan yig'lagan peti chiqdi. Arslan ihbarning yig'lamsirab chiqqanini ko'rib,
u oxiri haqiqiy ahvolni bildi deb xushalliqda mashinadan tushib, yugurgunicha Iparning oldiga kelib, uningga "Bo'ldi, ko'nglingizni yarim qilmang. Mushuning bilan ishimizning ishimi yaxshi bo'lib ketsin" degandek gaplar bilan tasalli berdi. Ipar Arslanning o'ziga bechorlarcha qarab turganiga ko'ngli elishib, Arslan Iparni bag'riga besish uchun oldiga yanama yaqinlab kelib edi. Ipar uni orqasiga ittirib etib, zard bilan "Tufay! Endi ikkinchi ko'zimga ko'ringichi bo'lma. Angladingmi? Hozirgacha meni to'xtamay aldab kelgan bo'lsangmi, sana bo'lgan muhabbatim tufayli sening har bir qatim o'zingni aqlagandagi yolg'onchiliklaringga ishonib keldim. Bu qatim asli yulduz to'g'risida aytganlaringga ishonmasam bo'pti-ekan. Lekin mening bu past ko'nglim yana shu sen yolg'onchiga ishonishni tanladi. Qarindishimdan gumon qilgan xatolik o'zimda. Asli onundan gumon qilmasligim kerak edi. Sen bir erkish turib, ikki otsingning o'tirig'i sovuqchilik silishda ko'nglim qandaqmi o'nadi? O ko'ngli pes, qarniyat ishplos. Achamdan ko'nglim suv ishmasa, qag'chilab ketgan shu ko'nglimga xushallikni mendan tatmoqchimidim. Ko'zingga yuvosh ko'rinib qoldim shundaqmi? Ishparni kimni ko'zi bo'zak qiladi ekan? Men musatdan tushib qolmaydigan o'xshamamsan, o pes o'g'ri. Bo'ldi bas. Endi yetar. Buningdan keyin sening chiroyingni emas, ovozingni ma'qligim yo'q. Mendan yiroq tur. Bo'lmasa bu olamni beshingga kaygizib, tug'ilganingga dod degizitaman. Tezmi? Mehmonxonaga chiqib, bo'sh yotoqda o'zing yolg'iz qong'ichi o'zingni ol. U yotoqda ne yulduz, ne Nurshad tava birmi odam yo'q. Esib. Sana esib. O'g'il bola bo'lib tug'ilib qolganingga minglarcha la'nat bo'lsin. Nerqal? Arslan bir eg'izmi gap qilolmadi. Chunki u Yulduz bilan Nurshadning telefonda paranglashib, mushu mehmonxonaga orqa-orqadan kirib ketayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan edi. Ipara Arslanni ittirib etib ketib qolgandan keyin mehmonxonaga kirib, Nurshad tizimlatgan yotoqqa chiqdi. Haqiqatan bu yotoqning ichi bo'sh bo'lib, odam yo'q edi. U oldirab birinchi qavatga tushib, do'stidan bu yotoqdagi mehmonlarning qayerga ketganligini so'radi. Yigit uningga "Ulataxi, bayili yotoqni qaytirib etib chiqib ketdi" deb javob berdi. Arslan o'zining bexassalik qilib, u ikkisini ko'z oldidan qochirib qo'yganidan afsuslandi. Iparning boya nemishqa shunday gaplarni qilganligining tegiga u endi yetgan edi. Nima amal? Bo'ladigan ish bo'ldi. Boshni tashqa urib yargan bilanmi, hech nima o'rniga kelmaydi-da. Arslan bu yerdan chiqib, g'amkin holda shirkatga bormay, udul uyiga, ya'ni hammasining yeniga qaytdi. U hammasiga yaqindan beri yuz bergan ishlarning hammani yepidan yangnisigacha to'liq deb berdi. Amangul Arslanning gaplarini tafsili anglab chiqqandan keyin uningga tasalli berdi va Ipar bilan o'zining ayrim paranglashib beqishini deb Arslandan uning telefon nomerini so'rab yezib oldi. Arslan u hammamni cho'qim rad qilmaydi deb ko'ngli xiyali joyiga tushib qolganmi bo'ldi. Shunda qilib Yulduz mehmonxonadan chiqib, Nurshadni o'zi degan savdo saroyiga boshlab berib, u yerdagi tunish do'kon xo'jayiniga yolvorib yurib, Mavludning inovatlik kartasidan 5000 yuan chiqarib Nurshadga berdi. Nurshad 5000 yuandan rozi bo'lmay, buningga nima keladi deb so'rab edi. Yulduz uningga qayib, 2000 ga o'zik, qolgan 3000 ga boshqa narsa olsang yetadi deb Nurshadning zuvonini yumdirdi. Uningdan boshqa u erlar kiyim-kechaklari maxsus setish do'koniga kirib, Mavludning inovatlik kartasidan Nurshadga bir yurish kostyum burulki setib oldi. Azaldan 200 yuanning ustida kostyum kiyib baxmagan Nurshadning og'zi xushallikdan yumilmayli qolgan edi. Ular bu yerdan qaytib chiqib, Nurshad uyiga ota-onasiga qiz so'rashga berish taklifini deydigan. Yulduz apsi Nurxonga qiz berish taklifini deydigan bo'lib,
Her ikkisi öz yo'liga ravon bo'lishdi. Yulduz Nurxonning yeniga kelib, ihbarni Nurshadga berish taklifini deganda, bo'lmaydi. Men u ig'piraydigan maynat razgishimga qizimni hargiz bermayman. Hargiz. Hay qandoq bo'lib u marazgo'ga ihbarni yotliq qo'g'in kep qoldi sening. İşparga o'shli qilsangmi, ashundaq bir ota-onasining tayini yo'q maynatning pushtini ishparga tangamsan deyman. Yani kelib buningga Sardar dadangmi hargiz qo'shilmaydi. U hozir mening qizim. Shunga O't! Sening qizing mana men. Aqlingdan adishib qoldingmi nima? Ajab qizim deb so'zlab ketding-a, ko'nglimni ilishtirib. Ish qilib Nurshadning uydagilar ishparni so'rab kelsa, ba'dim deb bersa, tilingni chaynishing ruxsat yo'q. Bu uyda qachon dadamning gapi o'tib baqqan? Burunqi o'xshash dadamga buyruq qilib, ishparni beramiz desanglar bitmadimi? Dadam nima deyalaydi? U faqat bu uyda sening ering, meni tepib qo'yganli yeri bor xolos. Qachon u erlik majburiyatini ado qilib erkishdak bo'lib baqqan? Xotindan qo'rqib, uning sizg'an silqidan chiqolmaydigan erni-chu, er demaymiz. Ish qilib sanga deydigani deb qo'ydim. Qilish qilmaslik o'zingning ishi. Agar mening baxtimni o'ylasang, ishparni Nurshadga bersan. Nurxon Yulduzning baxtim degan so'zini tushunmagan edi. U Yulduzdan nemishqa bundaq deydiganligini, uning baxtining ihbar bilan Nurshadning to'y qilishi bilan nima munosabati borligini so'radi. Yulduz tirnoqini tishlab, birdam o'ylanib o'ltirgandan keyin Nurxonga rost gap qilish niyatiga kelib, ko'nglidagi gaplarni dedi. Mening ko'nglimda biri bor. Biroq uni ishbar mendan tatib oldi. U asli meni yaxshi ko'radi, biroq ishbar buningga to'sqinlik qilib o'zini oliy janob ko'rsatib, uning ko'nglini mendan burun ustyapti. Agar men uningga teganmasam, bu umrimning oxirigacha er kishi degan narsaning chiroyig'imga qaramay, bir umr bo'ytaq o'tib ketaman. Ana, u kim desang, uni senmi taniysan? U bizning shirkatda dadamning yaqin yordamchisi bo'lib ishlayotgan Arslan shu. Men burun u ikkisining munosabatining borligini bilmaydim. Yaqinqi mezgillarda u ikkisini bir yerda to'liq ko'rib ko'nglimga gumon tushdi. Men jinimda Arslanning qo'lini tutib baqmidim. Biroq ishbar Arslan bilan restoran qo'l tutib erkin muhabbatlashib yuribdi. Shuning bilan bir kuni ishbar bilan u ikkisining munosabatini sinab beqish uchun ishbarga ko'nglimda Arslan bor dedim. Uning chiroylari tatirib, ko'zlari qizirib, menga bir og'izmi gap qilmay, ishim bor deb uyga kirib ketdi. U qachon desang, yilqi ishbar bir kun kechda ujursiga o'zini solvagan vaqt shu. Shu kundan keyin men Nurshadni izlab, uni shirkatning omonlik saqlash bo'limiga xizmat ko'rlashtirdim. Shu orqali Arslan bilan ishbarning munosabatini jiriklashtirdim. Biroq shuncha ishlarni qilibmi, ko'nglim faqatla joyida emas. Shunga bugun Nurshaddan ishbar bilan to'y qilish o'yi bor yo'qligini so'rsam, u ishbarni yaxshi ko'raman, to'y qilsam uni baxtli qilaman deb hayajon bilan so'zlab ketdi degina. Men Nurshadning ishbariga bo'lgan ko'ngildan foydalanib, uni Arslandan mangu ayirib etmoqchi. Ana, baribir Nurshad ishbarining burun yurgan loyiqi, ishbarmi rad qilmasligi mumkin. Arslanga bo'lgan nafrati tufayli, mencha u Nurshadga yotliq bo'lishga cho'qim qo'shiladi. voy onimay, ko'ngling hajab qarab ketibdi sening. Lekin bu ishbar degan juvoy nimak bizdan bexabar erlarning qo'lini, ya'ni kelib mening qizimning ko'zi tushgan erning qo'lini tutib yurgani toza bo'lmabdi. Men o paxshakbashni toza bir adablab qo'ysam bo'g'idek. Amsi mundaq bo'lsin. Bugungi ishni ertaga qo'yma degan gap bor. Sen avulning tasma qo'ngchiga telefon qilib, ishbarni so'rab kelish ishini bugun kechdan qo'ymasin deb degin. Ular bugunlik kelsin. Bir hisobda bumi yaxshi bo'g'idek. İşbar ko'zimizdan yiroq bo'lsa, dadang degan o'g'rining to'xtamay ishbarga o'val bo'ldi. Haqiqatni oshkorlayman, Yulduz saxta, ishbar haqiqiy Mavludning qizi. Sizlar almashtirib etdinglar, bek razilkansizlar degan quruq so'zlardan qutulib boqag'idekman. Bular qizim, hozirla telefon qil. Ana bola ikkisi ishbarni ko'zdan yiroq qilish uchun plan so'qiyotgan shu daqiqada sirtin birining eshikni qattiq urgan ovozi angladi. Nurxon bilan Yulduz ishik chekkan kimdi? Ishbarmidi deb tashvishlanib, darrov eshikni ochdi. Ishik oldida ishbar emas, balki Yulduz nurg'un yolg'on yavodoq gaplar bilan va'da berib, Sardarni jazo o'tayotgan yeridan qaytarib kelishga yordamda bo'lgan. Shu kundan keyin qarsini ko'rsatmagan Jabbarning dal o'zi edi. U uyning ichiga kirib, eshikni ichidan taqidi. Bu pasandilar,
Senler menden faydalanıp adamını kutkuzup çıkıp boğan iken meni izlep mi koyuşmudun ha? İzdep basam qarangni kögülü bolmaydı. Paşaxan degan qo'shningdan so'rab yurib, sanani musha kirib olganligini bildim. Qani menga berdigan uy, qani men haydaydigan mashina, qani men qimor o'ynaydigan pul, ha? Agar bugunning o'zida men 100 ming yen tayyor qilib berishmayotgansan, boy eshik sirib turib anglab qolganlarimning hammani haqiqiy o'z jiyanim Iparga deyman. Bu soxtbas mikijin alvasti xotinlar.